Farzandingiz katta bo'lib qoldi, lekin siz haliyam bekitib do'kondan pampers tashyapsiz va bundan charchab ketdingiz. Bu vaziyatdan uyalish yoki buni bekitish kerak emas. Muammoni sababini aniqlab, unga yechim topish kerak. Bola bu holatni ataylab qilmaydi. Buni birinchi navbatda tushuning va bolaga bosimni kamaytiring. Bolani kechqurun uxlashdan oldin hojatxonaga olib boring. Suyuqlik miqdorini kamaytiring. Bola odatda siyib qo'yganida jazolaymiz, siyib qo'ymaganida biz reaksiya qoldirmaymiz. Demak, quruq tunlar uchun uni rag'batlantiring. Siyib qo'ymasdan uyg'ongan kunlari bayram qiling, uni rag'batlantiring. Bolaga ishonch beradigan qo'llab-quvvatlovchi so'zlarni ko'proq ayting. Sen aybdor emassan, men senga bunda yordam beraman. Birga bu muammoni hal qilamiz. Agar qo'llab-quvvatlaganingizda ham bu holat yechim topmasa, demak mutaxassisga murojaat qiling. Nevropatolog, pediatr va psixolog bilan hamkorlikda, birgalikda ishlanganda muammo tezgina yechim topadi. Mutaxassislar bilan birgalikda farzandingiz sog'lig'iga e'tiborli bo'ling.